Bizda bitta mana shunaqa katta yo'lda chetida sotiladigan yer bor. Kimdir tadbirkorlik qilaman desa, yo mana shunaqa qulay joyda yashayman deydiganlar uchun videoni oxirigacha ko'rishni maslahat berardik. Mana bu joy 40 yillikka tegishli. Mana bu katta trassani ko'pchilik biladi. Bu tepaga Afg'oniston bilan chegara aerodrom bor-ku, xalqaro bozor, o'shan ketadigan yo'l. Mana shu yerda ko'rib turganingizda mana orqamda 6 sotik joyda sotib yuboramiz. Narxi yomon emas. Sotig'ini 30 million so'mdan deyapti egalari. Mana bu joy muhofaza zonasi, bu yerga tegishli, lekin bundan bu yoqni hisoblaydi-da. Sotilmoqchi bo'lgan yer mana shu yer. Bu yoqdan u ana u bedagacha shu 6 sotikni mo'ljallab olasizlar. 6 sotig'i 180 million bo'lar ekan. Bosib olish kerak, lekin qarang, mana bu yoqda o'sha katta ko'cha.